Kuzning so'nggi kuni edi. Tepalik bo'ylab o'sib turgan eman daraxtida qolgan so'nggi jigarrang barglar shitirlardi. Men tuproq yo'l tugaydigan joyda ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanayotgandim. 60 akrlik hududning katta qismi chakalakzor bosib ketgan. Hamma joyda kana va zaharli pechak o'sardi. Bu yerda 20 yildan beri yashasam ham, aynan shu joyga hali hech qachon kelmagandim. Yerni sotib olayotganimda tog'larda kiyiklar suv ichishga keladigan buloq borligini eshitganman, lekin uni hech qachon ko'rmaganman. Tushunganingizdek, men shahardan juda uzoqda yashardim. Hatto keng yo'llar ham avval shag'alga, keyin esa loy yo'lga aylanadigan joydan ham narida. Agar o'zim taklif qilmasam, bu yerda deyarli hech qachon odam ko'rmaganman. Bunday hol esa juda ham kam bo'lardi. Ishimni tugatishim bilan butalar orasida g'alati narsani payqab qoldim. To'q sariq rang chaqnadi. Avvaliga buni rangini hali yo'qotmagan tushgan barg deb o'yladim. Lekin yaqinroq borganimda dog' ancha kattaroq ekanini ko'rdim. Bu ovchilarning maxsus jileti edi. "Ey, salom!" deb chaqirdim men, ammo javob bo'lmadi. Men so'kinib yubormadim va o'zim bilan miltig'imni olmaganimga afsuslandim. Bu yerda adashib qolgan sayyoh yoki Tinch okeani tizmasi yo'nalishi bo'ylab yurayotgan sayohatchi, balki shahardan juda uzoqqa kirib ketgan daydi paydo bo'lishida g'alati joy yo'q edi. Men yana baqirdim, ammo javoban yana sukunat. Sovuq shamol to'kilgan barglarni shitirlatardi. Birinchi qor yog'ishiga juda oz qolgandi. Albatta, men u yerda yotgan odamni tashlab ketishim mumkin edi, lekin bundan tashqari bu baribir mening yerim edi. Men sekin to'q sariq narsaga yaqinlashdim. Bir qarashim bilan qo'limni og'zimga bosdim. Butalar orasida deyarli butun tana yotardi. Faqat boshi yo'q edi, ammo qon ham yo'q. Hayratdan qotib qolgancha yaqinroq egildim va shu zahoti bundan afsuslandim. Qonli kesik o'rnida bo'ynini silliq teri qoplab turardi. Go'yo bu tana boshsiz tug'ilgandek. Bosh birikishi kerak bo'lgan joyda mutlaqo shikastlanmagan toza teri bor edi. Men bu aql bovar qilmas jasad bilan nima qilishni tushunishga urinayotganimda, orqamga qishning ilk qor parchalari tushdi. U qancha vaqtdan beri bu yerda yotganini umuman bilmasdim. Jasad yangi ko'rinardi, ehtimol sovuq ob-havo sababli. Qo'llari muzdek, tanasi oqarib ketgan, qoni chiqib bo'lgandek edi, lekin chirishning birorta ham belgisi yo'q. Ammo men yengini qidirayotganimda g'alati narsani payqadim. Teri kaftagidan biroz to'qroq edi. Go'yo bu qo'l boshqa odamga tegishlidek. Men ikkinchi qo'lga qarash uchun burildim. Undagi rang ham oldingi ikkitasidan farq qilardi. Balki g'alati qorayishdir. Ehtimol qo'lqop kiygan yoki bir yengil ko'ylak kiyib yurgandir. Balki bu qandaydir kasallikdir. Men jasadni o'sha yerda tashlab ketishim mumkin edi. Lekin bu uni butun qish davomida, 3-4 oy davomida bir necha fut qor ostida qoldirish degan edi. Va kim biladi, qish tugagach u qanday ahvolda bo'lardi. Aslida men okrug sherifiga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Lekin hududimda u ko'rmasligi kerak bo'lgan bir nechta o'simliklar o'sardi. Qolaversa ayrim qonunbuzarliklar ham bor edi. Oxir-oqibat jasadni uyga olib ketib, keyinroq undan qutulishga qaror qildim. Balki uni kimdir topishi mumkin bo'lgan parkka tashlab ketarman. Ancha qiynalib jasadni kvadrotsiklga ulangan aravachaga yukladim va qor bosib qolmasdan oldin uyga qaytdim. Uyimga tutash sovuq yerto'lan bor edi. Unga faqat oshxona orqali kirilardi. Asosan zarar kunandalardan himoyalanish, shuningdek asbob-uskunalar va oziq-ovqat saqlash uchun. Men jasadni o'sha yerga tushirdim. Shunday qilib u sovuqda qolar, lekin ob-havo ta'siridan himoyalangan bo'lardi. Ayiqlar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Keyin yuvindim. Plitada bir banka qizil lovyani isitdim va yangilik tomosha qilish uchun o'tirdim. Kutilmaganda boshimga g'alati fikr keldi. Bu so'nggi bir necha yil ichidagi ilk mehmonim edi. Taxminan 1 soat o'tgach ichkim kelib qoldi. Oshxonaga yana bir banka pivo olish uchun borganimda esa nimanidir eshitdim. Avval sekin taqillash, keyin esa nimadir pol bo'ylab sudralayotgandek shovqin. Albatta o'rmondagi hayvonlar doim tomga sakrab chiqardi, lekin bu ovoz pastdan kelayotgandi. Rostini aytsam, bugungi topilma meni ancha bezovta qilib qo'ygandi, garchi buni tan olishni istamasam ham. Men miltiqni qo'limga oldim va hech qanday ovoz chiqarmaslikka urinib, yerto'la eshigi tomon asta yurdim. Nafasimni yoga reklamalaridek sekin olishga harakat qilardim. Xuddi uy jihozlari do'konlarida qo'yiladigan reklamalardek.
Pastga tikilganimda zinaning tagida ikkita oyoqni zo'rg'a ilg'adim. Ammo qasam ichaman, jasadni xonaning boshqa burchagida qoldirgandim. "Ey!" deb baqirdim qorong'ulikka. "Ey! Kim bor?" Albatta javob bo'lmadi. Shundan keyin eshikni yopdim va mehmonxonaga qaytdim. Tashqarida qor yanada kuchayib, tuproq yo'lni bosib borardi. Ertadan bu yerda butun qish davomida yolg'iz qolardim. Martdagi iliqlikkacha. Quyosh tog'lar ortiga cho'ka boshladi. Uzun soyalar tashlab, dunyoni qorong'ulikka g'arq qilardi. Men qayta o'tirishga ham ulgurmay, yana bir taqillashni eshitdim. Keyin yana bittasini. Eshik oldiga bordim. Ammo ichimdagi nimadir bu safar uni ochishni qat'iyan istamasdi. Buning o'rniga men qulfni soldim va aynan shuni qilganim zahoti yana bir necha zarba eshitildi. Tobora yaqinroq. Keyin esa eshik tutqichi qaltiray boshladi. Men bir qadam, keyin yana bir qadam orqaga chekindim. Gursillash esa yanada kuchaydi. "Yo'qol bu yerdan!" deb baqirdim. "Yo'qol!" Ammo u nima bo'lishidan qat'iy nazar gapimga quloq solmadi. Kuchli zarbalar endi eshikning pastki qismidan eshitila boshladi. Men miltiqni eshikka qaratib o'q uzdim. Nimadir zinadan dumalab tushgandek gursilladi. Bir necha soniya joyimda qotib turdim va aniq yoga reklamalaridek nafas olmayotgandim. Yuragim shunchalik tez urardiki, butun tanam jimirlab ketdi. Bir lahzaga sukunat cho'kdi. Quloqlarim o'q ovozidan shang'illardi. Havo esa porox hidiga to'lib ketgandi. Keyin yana zarbalar eshitildi. Avval bitta, keyin yana. Go'yo o'sha mavjudot zinadan yana yuqoriga chiqayotgandek edi. Meni bir qismim uyimni himoya qilish uchun yana o'q uzishni istardi. O'z qal'amni himoya qilish uchun. Lekin keyin boshimga yaxshiroq fikr keldi. Bitta o'q o'sha maxluqni to'xtata olmadi. Ikkinchisi ham yordam berishiga ishonchim komil emasdi. Shunday qilib hayotimda birinchi marta men qochdim. Men kvadrotsikl tomonga yugurdim va aravachani ajratib tashladim. Uyga qaradim va mavjudot ichkarida turganini ko'rdim. U mehmonxona bo'ylab yurib, men bir necha daqiqa oldin o'tirgan kresloga o'tirganini kuzatdim. Agar uning ko'zlari bo'lganida ehtimol televizor tomosha qilayotgan bo'lardi. Men bo'ron ichida haydab ketdim. Bir necha xavfli lahzalar bo'ldi, lekin jiddiy muammo chiqmadi. Ammo butun yo'l davomida orqamga qarashni to'xtata olmadim. Go'yo o'sha maxluq meni quvib kelayotgandek, qor ichidan yugurib chiqib, istalgan soniyada meni ushlab oladigandek tuyulardi. Oxiri katta yo'lga chiqqanimda yana erkin nafas ola boshlaganimni his qildim. Shahar markazigacha yetib bormagunimcha to'xtamadim. Nega bunday qilganimni bilmayman. Lekin birinchi qilgan ishlarimdan biri odam bilan gavjum barga kirib, pivo buyurtma qilish bo'ldi. Qiziq. Chamasi yarim yildan beri hech kim bilan gaplashmagandim. Ammo birdaniga menga odamlar bilan muloqot qilish juda zarur bo'lib qolgandi. Keyingi bir necha soat davomida meni tinglashga tayyor bo'lgan har qanday odam bilan gaplashib chiqdim. Men bilgan barcha hikoyalarni aytib berdim. Faqat hozir sizga aytganim bundan mustasno. Men o'sha uyga boshqa hech qachon qaytmadim. Uni Kaliforniyadan kelgan qandaydir boyvachchaga sotib yubordim. Eshitishimcha, u meni eski kulbamni buzdirib tashlab, o'rniga shisha va metalldan qurilgan qandaydir qal'a tiklabdi. Balki bu uni xavfsiz saqlar. Menga kelsak, u yerga qaytishni boshqa rejalashtirmayapman. Ayniqsa qo'shnim Kevin bilan sodir bo'lgan voqeadan keyin. Gap shundaki, men qochib ketganimdan bir necha kecha o'tib, sherif Kevinning xotinidan vahimali qo'ng'iroqlar ola boshlagan. Ayol shaharda emas ekan. Uyiga qaytib kelganida esa erining jasadini topibdi. Faqat boshi yo'q ekan. Koronerning aytishicha, bosh yulib olingan. U maxluqqa bosh nima uchun kerak bo'lganini bilmayman. Balki shunchaki hasaddandir yoki uni shlyappada kiyishni xohlagandir. Lekin bu tentakona gap. Keyin esa qo'llardagi va kaftlardagi teri rangi boshqacha ekanini esladim va endi o'zimga savol beryapman. Balki hammasi hech narsadan boshlanganmikan? Balki u asta-sekin o'zini yig'ib borgandir. O'rmondagi yolg'iz qariyalardan, men kabi hech kimga keragi yo'q deb o'ylagan odamlardan. Tunlari ko'p narsalarni tasavvur qilaman. O'z tomog'im yorib tashlanganini ham tasavvur qilaman. Shunda men majburan o'rnimdan turaman.
ko'chaga otilaman va yuguraman. Boshqa bir odamni ko'rmagunimcha yuguraman. Kim bilandir gaplashishni vahshiylarcha istayman. Ozgina bo'lsa ham insoniy hamroh uchun hamma narsaga tayyorman. Faqat yolg'iz qolmaslik uchun. Video so'ngida Oqshomning Telegram kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Sababi endilikda Telegram kanalga mutlaqo yangi, eksklyuziv, ya'ni YouTube ga qo'yilmaydigan hikoyalarni joylab boraman. Telegram kanalga o'tish linkini video описаниyadan yoki pastdagi kommentariya bo'limidan topishingiz mumkin.